Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozoridan navbatdagi 5-qism syomkamizni boshladik. Mana yer tarafdan moshinalar Nexia'lar sotilib ketyapti. Bu qismga Nexia 2, Nexia 1 shunga o'xshagan moshinalarni ko'rsatmoqchimiz. Anchadan beri ochig'i bilmadim, bir 3 oylar yo 4 oylar bo'lib qoldi. Bunaqangi Nexia 2, Nexia 1 lar syomka qilmagan edik. Xudo xolasa mana bugun sizlarga Nexialar narx-navolarni ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Ko'rsatgan moshinalarimiz qaysi biri sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, обязательно egalari nomerlari aytib o'tiladi. Bemalol telefon qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga egalaridan to'g'ri javob ola olasizlar va mana shunaqangi moshinalarni keyingi safar o'tkazib yubormash uchun kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh dehqon egalaridan muntazam ravishda moshinalarni kanalimizga joylab boramiz. Birinchi ko'rsatgan moshinamiz Mokri rangdagi Nexia 2 2016-yil ishlab chiqarilgan. Nexia 2 da adashmasam 16 gacha ishlab chiqarilgan. 17si yo'q buni. Eng oxirgisi 16. Xo'p, qanaqa motorlik aka bu? Gibrid, Sons gibrid. Sons gibrid. Qancha yurgan? 200 ming yurgan, kraskasi toza, motor, ходовой hamma zo'r, korobkaga. Aytgan ustosiga borib tekshirtirib olinaveradi. Dehqonchilik aka moshinasiga. O'z nomingizga generalni so'rasa bera olasiz. Ha, o'tkazib olish kerak. Nomerim bor, ham o'tkazib olish kerak. Ha, hozir aksiya nomeri o'zi tushib ketdi. Hozir ismlar yozish moda bo'lib ketdi. Nomimda turmasin degan maqsadda. Bitta mashina bor edi oldin nomi. Bo'ldi, hujjatiga yordam qilasiz, bo'lsa o'tib berasiz. O'tib beramiz hujjatga kelishib bo'ldi. Nech pul deyapsiz narxini aka, kelishsa? 6200 deyapman. 6200 kelishadigan joyi bor. Kami bor, ha. Ammo Nexia 2 ni ham tinig'i bari pul ekanda, salkam Lacetti pul ekanda. Mana anaqasi toza deysizmi, bu nima deysiz? Toza, kraskasi toza. Xo'p, qayerda moshinasi? Izboskanning moshinasi. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 93lik 93lik 194 194 9919 ga telefon qilib, to'g'ridan to'g'ri egalari bilan kelishib, dogovor qilib olsalaringiz bo'ladi. Egalari buni toza deyishyapti. Motori Sons gibrid lyuks konditsioner ekan. Konditsionerlari bor ekan mashina. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Demak, konditsionerlar ishlab turibdi. Buni bu yerga endi qishga ham kiryapmiz, shart emas. Buni bu yerga pechkasi zo'r ishlab bersa bo'ldi sizlarga. Bu balonlari yaxshi holatda, yangi holatda 15. Hozir yengil salonlarni ham ko'rib o'tamiz. Android monitor qo'yib qo'yishgan. Ular bozorga chiroyli qilib yuvib tozalab olib chiqqan. Bir xilgina changi bilan, kiri bilan olib chiqadi. Bu egalari mana yuvib tozalab, chiroyli qilib olib chiqqan. Ertaga olsangiz ham haligi nima deydi? Sveji, ana nima deydi? Toza holatda. Generalni bersangiz bo'laverar ekan. Ja, qimmat nomer emas ekan aka. 545 mi nomeri? Egasi olib qolaman dedi. Hozir 3 ta yetdilar hozir. Arzonlab ketdi-yu. Hop. Aka nomeringizni qaytarib qo'ying. 93lik 194 9919. Savdoyingizni bersin. Narxlarini, nomerlarini aytib o'tdik. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib bemalol telefon qilib egalariga bog'lana olasizlar. Inshaalloh biz xizmat qilamiz. Mana yana bitta shunga o'xshagan shu rangda Nexia 2 bor ekan, buni ham yengil ko'ramiz. Navbatdagi ko'rsatgan mashinamiz 14-yilgi Nexia 2, nariga ko'rsatgan mashinamiz bilan rangi bir xil. 14 qanaqa motorlik aka bu? Sons gibrid. Sons gibrid. Qancha yurgan? 227 ming. 227 ming yurgan. Tonirovkaga 11 oy ruxsati bor, Gentra sidina, rol, pol, pult hamma bor. Jihozlari bor qo'shimcha. Xo'p, kraskasini qanaqa deydi? Kraskasi mo bitta mo Kirilosi, Radno Kiriloga alishgan. Narxini yopishtirib nech pul deymiz? Yopishtiribmi 6 ming. 6 ming. Nexia 2 pul olib ketganmi? Nodir aka. Telefon raqam bering. 88lik 88lik 162 162 1060 1060 aloqaga chiqarasizlar. Nexia 2 legenda deb oxiri mana narxini ham ko'tarib yuborasizlar. Hamma kommentariyaga Nexia 2. Bu ham lyuks konditsioner ekan. Konditsionerlari boridan metan gazlari bor. Egalarning aytishi bo'yicha hech qanaqa kamchilik yo'q. Oladi, haydaydi deb aytib o'tyapti. Tonirovkaga 11 oy ruxsati bor. Adashmasam 2 million 700 mi, 2 million 800 mi shunaqa to'lovi adashmasam. Xullas holatlari yaxshi. Bu ham bechiqim holatda. Ana nima deydi? Liboy nozik tab odamlarni ham tabi tortib o'tiraveradi. Himsiya qilib qo'yishgan mashinani. Yaxshi, mana. 6 mingdan o'tib berasiz telefon qilsa. Nomeringizni aytdikmi aka? Telefon raqamlarini aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar.
to'g'ridan to'g'ri ma'lumot egalaridan olasizlar, videolarga layklarni bosasizlar, kanalga obuna bo'lib, kuzatishda davom etasizlar. Laykni bosib qo'yish kerak aka, bittadan. Andijonda 2013-yilgi Nexia'ni egalaridan ko'rsatsak nima deysizlar do'stlar? 2013 1.6 lyuks konditsioner, metan gazlari. Xo'p, probeg qancha aka buni? Probeg 299. 299 ming yurgan mashina. Yiliga nisbatan kammi, aka? Endi domla mingan mashina. Domla. Hop. Mana salonlari. O'sha lyuks konditsionerdan ekan. Temir bog'. Ustali metan gaz. Kraskalari qayerlarda aka? O, behini rosa olibsiz yo podarkaga olib keldim kimgadir? Yo'q, hozir oldim. Nech puldan oldingiz buni aka? Qancha? 9,5 mingdan behi. Yaxshi. Nimaga qiyom qilasizlarmi buni? Kraskani qanaqa deysiz aka? Toza deyman. Qoyli 2013-yildan beri top toza. Top toza. Qayerda mashinasi bu? Ayrilishdi mashinasi. Ayrilishdi. Generalni so'rasa bera olasizmi? Hammadagiga bitmaydi. Narxini ham bir qiziqarli qilib ayting aka. 4700. Yana barakasiga Beri qo'sh o'tib beriladi. Telefon nomeri bering, bog'lanish shu. 77 lik 420 420 30 20. Qiziqqanlar bo'lsa agar aloqaga chiqarasizlar. Andijon shaharida mashinasi generalni so'rasa bera olasiz. Sir bo'lmasa bugun nech pulga bermayapsiz? So'rashdim bozor. 43 ga bermayapsiz. Savdoingizni bersin. Andijon mashina bozoridan mana savdosi bo'layotgan mashinalarni ko'rsatishda davom etamiz. Savdosi bo'lib, kelishib, sotilsa sotildi, sotilmasa telefon qilib kelishib, to'lashib olib qo'yinglar bo'laveradi. Mashina 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3, 240 ming probegda, yumshoq balon qo'yilgan. 240 ming yurgan. Ikkinchi paysa mexanika korobka. Chexollar taqib qo'yishibdi. Berolmayapsizmi mana shunda ham aka? Bering aka, nech pul beryapsiz tog'a? 73 yarim. Barakami? Yo'q. Og'dan ko'rinish. Ayoldan ko'rinish. 2018 ikkinchi paysa mexanika 240 ming yurgan. Hop. Aka, kraska qanaqa edi? Kapot o'zida. Qolgan joy toza. Narxi? Narxi 7000 o'tib beradi. 7000 kami bor. 7000 kami bor. Hozir tog'a 7400 ber. Kobulka beryapti. Men Nexia 3 debman. Arzonroqda. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90. Ha. 757 Ayting. 51 59. Ish bozori bo'lsa aloqaga chiqarasiz. 7000 kami bor. Berasizmi aka? Nexia 3 ta avtomatidan olib minaman deganlarga mana oppoq 2017-yil ishlab chiqarilgan avtomat Nexia 3 sizlar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz. Diskalar ajoyib ekan. Bu. Boshqachasidan ekan. Xo'p, chexollarni taqib chiqdi bozoriga. Bu chexollargacha beramiz. Qancha yurgan bu mashina? Bu 287 ming yurgan motor korobka hadovoy zo'r. Demak, bechikim holatda. Bechiqim shuni oladi, minadi. Old orqa butun 20-30% kraskasi bor. 20-30% Gazlari bor, 90 tali metallari bor. Aha. Oldar orqalariga bitta. Gazlari mana 90 tali metan. Demak, orqa oldi butun 20%, 20-30% kraskasi bor. 2017-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Narxini hoji aka nech pul deymiz? 7200 aytdik. Hop, Sizni podpischilaringiz uchun 7000 dan ozgina o'tib beramiz. 7000 dan barakasiga o'tib beriladi xohlasa. Barterga bor. Barter. Maqbul. Aha. Minib turgan mashinalar bo'lsa, prismisini kelishib barterga olib qolinaveradi. Hop. 17 287 ming yurgan, Aha. kraskasi 25-30%. Aha. Mashina oldi orqa butun, chama holatda 7000 dan ozgina o'tib beraman. Telefon Gazlari bor, telefon nomeri bering, bog'lanish. Korobka yog'larigacha almashtirilgan. Hadovoylarni o'zim qilib qo'ydim ham. Chotki 91 lik Aha. 611 0121. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sparklardan arzon aytildimi, qimmat aytildimi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldirlar. Sparkdan zo'r. Bundan oldin Sparklar syomka qildim hoji aka. 18, 19, 17larni ham 7200, 7400 deyishyapti. Jicha men qimmatsroq oldim. Menimcha avtomat Avtomat uchun alohidaligi podarka qilaman desa, bantilarini ham qilib beraman. otam yonamga deb yozuvlar, bantular bilan yetkazib berish xizmati ham bor agar Andijon ichida bo'lsa. Andijon ichida bo'lsa.
O bu yoqda yana bitta oq Nexia 3 bor. Buni ham yengil ko'rib chiqasiz. Bu mexanikamikin? Mexanika yili nechi buni? Bu 18. 18-yilgi mexanika Nexia 3. Mejgallari bor ekan. Hop, chexol bo'ligi bor. Probegi 248 ming. Ikkinchi paysi mexanika korobka, metan gaz. Kraskalari qanaqa ekan buni? Bitta petnosi bo'lgan bor. Xolos. Bitta petno, qolgan joyi toza. Toza. Narxi nech pul buni? 77 dan beramiz. 7700 kelishiladigan joyi bor. Telefon raqam beraylik. 91lik 91lik 611 611 0121 0121 ga telefon qilib Telegram, egalari WhatsApp, bilan Viber hamma yo'g'imiz bor. bog'lanib, kelishib, to'lashib, tortishib olasizlar. Podpischilaringiz uchun Ha. Umra xizmatlarimiz ham mavjud. Litsenziyalangan Aha. Safo Marva turidan Aha. eng ishonchli, eng hamyonbop, eng sifatliga jo'natib beramiz. Andijon reysimiz bor, Namangan, Farg'ona, Toshkent reysimiz. Nech puldan oktyabr oyiga? Oktyabr oyiga hozirda 950 dollar. 950 dollardan. Hoji aka ham Aloqaga chiqib oladi. bitta o'q bilan ikkita quyonni urdi, 200 dollarlik reklamamiz mana tekinga foydalanib oldi. Aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, biz xizmatda. Andijondan yana bir Nexia 3 ko'rsatib o'tamiz. Bu ham egalaridan 2017-yil ishlab chiqarilgan, 169 ming probeyda. Egalari kraskasi top-toza dedi. Endi bilmadim, ishqolsa bitta tekshirib olasizlar. Endi bari manaqa bufurlarda tosh-posh sachragan joylari bor. Kapotda ham yengil tosh-posh sachragan joylari bor. Tortib yuboring aka oldini. Lekin hali udar kalta bo'lib, kraska sepilmagan bo'lsa, bari toza deyilaveradi. Xo'p, mana metan gazlari, konditsionerlari, abezlari ham yo'q, mana joyida turibdi. Egalaridan balonlari charm qo'y yumshoq balon ekan. Hop. Orqadan ko'rinishi. Hozir yil narxini bilamiz mashinani. Hop. Aka buni narxi nech pul? Narxi 7,5 ming. 7,5 ming dollar kelishiladigan joyi bor. Sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Barakasiga o'tib berasiz. Hop, so'ramasa bugun nech pul beryapti? Tirikchilikka moshla pulishlarmi yo minormallarmi? berdi 6800 berdi. 6800 bermayapsiz. Telefon raqam bering bog'lanishga. 91lik 91lik 479 479 40 40 51. Generalni bera olasizmi? Qayerda mashinasi? Marhamat. Marhamatli mashinasi gench ko'rar ekan. Variant yo'q-a? Nech 50% pul bo'lsa. 50% pulni bersangiz, qolganini bo'lib to'lashga kelishilaveradi. To'qay chiqarasizlar. Andijondan navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz 2015-yil ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner Nexia 2 Stalnoy svetda. Cho'ta o'sha yillari ko'proq mana shunaqa svetli ranglar chiqqan. Stalnoy, mokri, yana ana qanaqadir haligi novot rangga o'xshagan haligi молочный shunaqalar ko'p chiqqan. Aka buni kraskalari qanaqa? Kraskasi u eshik tagida gullab qo'yganga petno sachilgan. Orqa ko'ylak bu joyda petnosi bor. Qolgan joy tozami? Bu joy top-toza. Probeg qancha bo'ldi? 201 ming. 201 ming yurgan. Motori qanaqa gibridmi yo Hibrid lyuks konditsioner. lyuks konditsioner Sons gibrid? 85 ta otquchi bo'ladi adashmasam. Hop. Kechki bozor nech pul so'rayapsiz aka? 5 ming qilishdi bermadi. 5 mingga bugun bermadingiz. Ozgina qo'shsa beraverasiz xohlasa. Chepsa ustiga 100 ta beramiz. Telefon nomeri bering bog'lanish uchun. 93lik 93lik 691 691 2609. 2609 ga telefon qilishni olsam qiziqarlar. Savdoyingizni bersin aka. Agar men Nexia 1 mingdaman desalar, menda Nexia 1 ham bor ekan mana. Nechi buni yil aka? 2008-yilgi Nexia 1 ga nech pul so'rayapsiz aka? Buni bo'ladigani 37 ga beramiz. Bo'ladigani 37. Bitta krilosi kraskasi va kapotda petno. Bitta kriloda polniy kraska, kapotida petno. Qolgan joy toza. Qancha yurgan ekan? Aytam probegini? Probeylari bor 500 mingdan oshiqroq yurgan. Hop. Shu masalasida qilingan. Texnik holat soz xullas. Qaysi nomerga telefon qilishadi bunga? 93lik 691 2619. Qiziqqanlar bo'lsa agar telefon qila olasiz. Ha, 2609 ekan. Hop, sidinalarga e'tibor berasizlar, mana bunaqangi Lacetti sidina qo'yilgan. 508 ming yurgan Lacetti Roll, shunga o'xshab egalari shunga o'xshab jihozlashyapti ular. Mana bu yoqlar. Mana bu yoq. Narxlarini, nomerlarini aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Egalariga to'g'ridan to'g'ri bog'lanib, like, patga bosib yurishlar inshaalloh biz xizmatda.